Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan nima edi? Otim nima edi? Yonimdan chiqib ketdi. Otim edi. Xullas, YouTube'dan ko'rib olasizlar. Xullas, mening otim nima edi? Flip bu. Bu joyini kesib tashlayman montajda. Voy, boshlab qo'yibsan. Xullas, bizlar survival o'ynayacak edik. Beni kreativga qo'yib boshlab yotdi. To'xta, yuzim ko'rinyapti bu yerda. Po'xuy menga, lekin bana olib ketadi bu uyda. Nimaga yuzingizni ko'rsatmaysiz? Yuzingizni bilib bo'lganmiz deb aytadiganlar ham bor. Prosta shu video ban bo'lib ketadi-da. Men shuncha survival o'ynayman, bu YouTube esa buni ko'tiga tiqadi. Shunga men yuzimni ko'rsatmayman bugungi videoda. Chunki reklama bo'lib qolishi mumkin. Bo'ldi. To'xtanglar. Bo'ldi. Qattiq qo'y. Yana bak bo'lyapti. Bilasizlar buni Minecraft o'ynaydi. Xullas, 100 ta obunachi dedim-da, men shu videoni chiqardim. Lekin u videoni yuzini ko'rsatib, men ham kallaman-da, yuzini ko'rsatib bela bormaydi-da. Xullas, sizlar bugungi videoda maqsadimiz qurish. Xullas, ikkini quraman, bilasizlar. Meni usta deydi. To'xta. Bana ayakta gördüler do'stlar. Bu menga Minecraftda zombi narsalar bor. U bizlarga hujum qiladi ayoq. Chunki u to'poyda. Bo'ldi endi 14 ta daraxtda. Mana u ayoq hozir o'ldiradi. Qassobdan beri daraxt sapyapman. Men ham kayfini ko'ray. Ol. Qotqol. Yem, to'xta. Bitta. 12 ta taxta yasabman. Bila pishtiray, nima yoqmayapti-da. Okay. Sandiqdan yasaymiz. Yarimtalik bloklardan yasaymiz. Chunki yarimtalik bloklar eng yaxshi. To'xtanglar. Biz davr kuchayamiz. Nimaga bersak sindirish kerak? Hozir kuchaysa bo'lmaydi. Hozirgina yasagan taxtani, ana uyni, neydi? Boltangni ozgina minutdan keyin sindirsang. Gallyucinatsiya bo'lyapti. Nima dedi? Gallyucinatsiya. Sipoyida. Skelet ovozi eshitilyapti do'stlar. Chiqib qo'yaman hozir. Xullas, ketdik pastga bilan chiq. Qo'rqib ketdim men. Burası. Mana, to'q. Jo'mo, o'zi aytading sen. Ovqat berasanmi? Yo'q. Chiqoq. Qo'rqib ketdim do'stlar. Davri meni. Chiqqandan davri skeletlar paydo bo'ladi, uni ekan sizlarni qo'rqitadi. Dikkin dishin. $1000 beradi-da bu yoq bizlarni qo'rqitsa. Bu o'rmondan chiqib ketish kerak, chunki bu o'rmon qop-qorong'i. Qorong'i emas, bir Minecraftning o'zi
Yaman qo'tyapti-da. Do'stlar, bu to'xtab tur. Bu Minecraft'dan. Bu Mojang, bro. Mojang. To'xta, tashavar. Qisqar ko'rinmayapti. Ay bla. Do'stlar, bunday qiynalish meni tushunmas, lekin mana uni qaranglar do'stlar. Bu shader mod bilan yomon chiroyli ko'rinadi. Ko'rmayapman. Voy. To'xta, menga ovqatga to'xta. Do'stlar. Temir. Yer. Temir bor ekanmatda. İplos. Oturib o'tamiz. Chichyapman. To'xta, buni nima deymiz? Chichyapman. Hozir ham chichyapman lekin. Nimaga beryapti? Ana qaranglar. İplos kutib turgan joyini qaranglar. Be. Do'stlar, yorug'da narsa yo'qolib qoldi menimcha. Yorug'lik. Do'stlar, meni temir olmashimga iloj yo'q. Namuncha qarang, o'zim ham ko'rmayapman. Ozgina. Bu Minecraftda ana bu narsani qo'shgan. Ya, qaranglar. Bu geniya qarang. Urib ketdimi? To'xtanglar, bular ovqat emasmi? Men ustimdan o'lib ketaman hozirda. Bular ovqatligini bilmaysiz. Yodimdan chiqib ketdi. Shaderda qo'ysam hozir telefon portlab ketar edi. Chunki yomon qotyapti shadersiz. Shaderda qo'shmayman do'stlar. Telefon bosishim kerak. Sizlarda da telefonni portlatish kerakmi? Yo'q. Men sizlarga bugungi videoda survivalda uy qurishni o'rgataman-da. Asli uy qurishni bilmaysizlar-ku. Bitta uy qurmaydigan to'puylarga kulish yo'q. To'puylarga qurib bilmaydi. O'zi dal. Ya, qacherak kerakmi o'zi. Tashamni. Kallangga oyog'im seni. Ya, qotyapti. Qoch dungi. Opa. And good. Ding. Skeletor hozir yomon yonishyor. Yangi giryapti skeletor. Yap. Bilya, bittan chiqib qolmaydi. Bam. Jarang. Men o'ldim. Bu ketgan. Bittadan zombini ovozi? Ya, bu Minecraftda zombi bormi? Ya qisab. Baqirmi? Zombi. İplos, Minecraft İplos. Yes. Hadi. Go. Yo. Baqirma. Pideras
Ayakta turgan joyini ko'rdinglarmi? Minutda o'tib ketdi-ku. Qayoqda? Iplas ayak. Basita. Bu o'rmonda tirik jonzot bormi? Qo'qam yo'qotdi. Do'stlar, mening ustimdan aktiv. Nima edi? Chichmanglar, botmisan deb. Prosti kreativdan qo'qam olmoqchi emasman. Prosti tekst yerlarni qidirmoqchiman. Chunki men tekstsiz ustimdan kulyapti. Videoga reaksiya qilish uchun 1000 like ye. Men mashhur odamlar 1000 like deyaptim. Voy! Nima? To'xtanglar, bu eng muhim joy narsa. Buni qaranglar, sandiq pupap. Zotda bunday narsalar bor, kerak. Bular mesela 11 minutlik video bo'libdi. O'zimga chiqib qo'yaman borganimni. Mana. Yo, buni qaranglar do'stlar. Buni hasirmi? Voy be! Do'stlar, men uyda qurdim. 7 soat kutdim, lekin buni mana to'xta, yorqin narsa bormi? Do'stlar, aktiv yozmang. Musor yozmanglar. Musor yo'q. Bu yerda ana ular paydo bo'lsin. Bo'ldi do'stlar, hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan flip bo'ldi deb aldashim mumkin. Xullas, men bu yerdan sandiqqa katta yozdim. Sandiqqa bu narsalar qayda yetib ber dedim unaga. Xullas, men serverlarga to'xtanglar. 1 2 3 4 do'stlar, mana buni qaranglar. Bu men boyman deganim. Buni olmasa boshqa narsa yo'q. Voy, do'stlar, voy. Endi bizlar boymiz do'stlar. Bugungi videoda maqsadimiz ne? Tushuntirib ayta olmadim. Hozir maqsadimizni aytamiz. Maqsadimiz nimaligini aytaylik. Bilasizlar, qani olmoq olmoqni nimaga kerak edi? Let's talk. Bitti. Ağzıma o nerseni yasayapman da. Hozir bu qaranglar. Yo do'stlar, hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan flip bo'lib qoldi. Bugungi video shular haqida edi. Yoqqan bo'lsa albatta like bo'linglar. Sog' bo'linglar. To'xtanglar. Chiqma. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.